kuzatuvchilar, hozirgi patsientkamiz Toshkent shahridan 1970-yil tug'ilganlar. Bu kishida ichki va tashqi bavosir, ya'ni gemoroy tugunlari bezovta qiladi hamda vaqti bilan davriy qon ketish bezovta qilgan. Hozir biz lazerli operatsiyaga tayyorladik, to'liq og'riqsizlantirdik va lazerli operatsiyamizni boshlayapmiz. Aziz kuzatuvchilar, mana navbatdagi patsientkamizni lazerli operatsiyalarni tugatgandan keyingi holatimiz. Opamiz mana bir kundan keyin mana biz kabinetimizga bemalol o'zlari tushib, pervyaska qildirib, endi bemalol o'zlari uyiga ketsalar bo'ladi. Lazerli operatsiya jarayonini hozir bir so'raymiz opamizdan, qanday kechinmalar kechdi. Opa, qanday bo'ldi lazerli operatsiya? Yaxshi, juda yaxshi. 20 yildan beri o'sha gemoroylar sizni bezovta qilib, azob berib kelgan. Mana azobdan o'zim qutuldim-da. Ahvolim yaxshi. Qo'rqish kerak emas ekan? Yo'q, yo'q. Vahima qilish kerak emas ekan? Yo'q. Juda yengil o'tar ekan. Bu tirlik operatsiyadan lazerli operatsiya yaxshi. Yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Juda yengilman. Suyaklarim yengil. O'zimni yaxshi. Boshqa shunday qiynalib yurgan bemorlar. Qiynalib yurganlarga kelishni tavsiya qilaman. Hammasi kelishsa qo'rqishmasin. Yillarni yo'qotmasin. Shu hammaga tavsiyam. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz barcha patsientlarimizni va o'sha natijalarimizni, lazerli operatsiyaning natijalarini ko'rsatib, sizlarga namoyon qilib boramiz.